Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz foydali bo'ladigan umidimiz Toshkent shahrida uzun tezkorda bir kunda qancha pul topsa bo'ladi avtomashinasi bilan. Video davomida ko'rib bilib olishingiz mumkin. Qani marhamat. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun uzun tezkorda kuryer bo'lib avtomobilda ishlab necha pul topsa bo'ladi shuni ko'rib chiqamiz. Bugunga bizning ikkita slotimiz bor. 11 dan 2 gacha. Pastda yana 5 soatlik slotimiz bor. Общий 8 soatda necha pul daromad qilsa bo'ladi shuni ko'rib chiqamiz bir kunda. Birinchi zakaz olishga KFC ga keldik. Zakazimiz tayyor emas, kutamiz. Birinchi zakazni oldik KFC dan. Ketyapmiz. Ikkinchi zakazga ikkita zakaz berdi. Burger basseynidan. Kutyapmiz, tayyor emas. Ikkita zakazimizni ham oldik. Birinchisiga 16 kilometr ko'rsatyapti. Dalnishni podacha berdi. Birinchi zakaz nalechka deydi. Qizlar oldi. Shuncha pul berib ket nalechka mayda pullar. Keyingi zakazimga ham keldik. U ham nalechkada ekan. Unisini ham shu universitetga bergandim. Endi bu orqa taraf eshigiga qo'yilgan ekan. Hammasi bitta joyga. KFC ga kelganmiz. Zakazimiz yo'q. Padishga yozdim, tez orada atmen qilamiz dedim. Pastda ham ko'pincha shu KFC da muammo bo'ladi shu zakazlar bo'yicha. Kutamiz atmen bo'lishini endi. Zakazimiz va nihoyat bekor qilindi. Keyingi zakaz tushyapti. Yaponiya restorandan. Marshrutni bosamiz. Поехали. 208 kilometr. Yaponiya restoran kelganmiz, kutyapmiz. Tayyor emas. Kutamiz. Do'stlar, mana endi ishlagan slotlarning natijasini ko'ramiz. 3 soatlik slot ishlovdik. Unga 110 ming, keyin yana 1 soatlik 53 ming, bonusli slot uchun 24 ming bergan. 5 soatlik slotga bergan 230 ming, bonus 40 ming bergan. Общий bo'ladi 450 mingdan ko'proq bo'ladi. 9 soatga 450 ming. Normalniy deb hisoblayman. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosishni esdan chiqmasin va kommentariyaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.